Xayri xoş 2020 yılı. Bugün qışның çilla mavsumi rasmiy boshlandi. Uzoq qishning haqiqiy sovuqlarga jiddiy tayyorligimiz bilan kirib ketdik. Bugun yana ilmiy fantaziya hikoyalarida bayon qilinib qoldigan voqealiklar birining orqasidan biri olishib yuz bergan. Shundaqla qalbimizga ochiq aslimalarni muhr qilib besib qoldirgan 2020 yilmi oxirlashish oldida turmoqda. U o'zining qilgan atganlari bilan tarix betlaridan mustahkam o'rin olish uchun oldirmoqda. Shundaq. Bu bir yilda biz tirishdik. Bu bir yilda biz ham xushal bo'ldik, ham ko'z ish qildik. Bu bir yilda kayfiyat va esankirash avj oldi. Shundaqla bu bir yilda tug'ilish va yashashning undaq oson emasligini cho'nqur his qildik. Haqiqatan bu bir yil odatdagiga o'xshamaydigan bir yil bo'ldi. Cheketga opti, shundaqla Avstraliyani boshqalagan dunyoning har qaysi joylaridagi qo'rqinchli o't optida kuyib qardab ketgan jonivorlar, yer tavrash, rahimsiz kalkun, dunyo miqyosidagi mashhurlarning tuyuqsiz o'limi, temperaturaning normalsizligi, cho'ng'alanglar cho'qsitki va janubiy qutbdagi normalsiz o'zgarish qatorliqlar kundalik xabarlardagi qiziq temalarga aylandi. Iqtisodiy jihatda bo'lsa, korxonchilar uchun eng azobli bo'lgan bir yil bo'ldi. Darhaqiqat, biz g'azabli ko'zlarimiz va cheksiz noroziligimiz bilan ayblamoqchi bo'lgan 2020 yilda yana bir ko'ngilsizlik yuz berdi. U bo'lsa-mu dunyo miqyosidagi ofatga aylangan ashaddiy dushman tojisimon virus edi. Ko'rgil bo'lmaydigan bu mikrojonliq o'ntinsiz holda shuncha cho'ng dunyoni ig'ir ziyonga uchratdi va ansizlikka soldi. Bu bir qator voqealar kishilarni o'zi va dunyo haqida qayta o'ylanishga majbur qildi. Shunisi aniq bo'ldiki, kayni-kayndan yuz bergan bu ofatlar oldida eng ilg'or fan texnika bilan qurollangan, o'zlarini aqliy kuch jihatda darajadan tashqari maxluq deb qarab olgan insonlarning tabiatning kuchi oldida yanada ojiz ekanligi isbotlandi. Bu jarayonda yana ulug' fan texnika natijalari, shundaqla insoniyatning mislsiz uyushish kuchi va parasti namoyon qilindi. Ammo yanada 2020 yilga zodi nima bo'ldi degan sadalar üzülmedi. Bu sualni kimnىڭ, kimlərdən soravatqanlىقى ئېنىق ئەمەس ئىدى. Bu 2020 yilning خاتالىقىمۇ ياكى بولىۋاتقان ئىشلاردىن ئۆزىمۇ ھەيران قىلىۋاتقان ھېچنىمىدىن خەۋەرسىز ھالدا ئاخىرلىشىش ئالدىدا تۇرغان بىچارە 2020 yilning yuzga surkalgan qarimi. Мәселені rastilla 2020 yili keltirib chiqardimi? 2020 yili o'tib ketsila hamma ishlar biz o'ylagandek bo'lib ketamdi. Degandek savollar ba'zida kishining gumonini qo'zg'aydi. Bir qarmoqqa odamlar barliq gunohni 2020 yilga ortib qo'ymoqchidek ko'rinadi. Haqiqat shuki, insonlarning bo'ysundirish va manfaatlanish istagi to'liq kuchli. O't nafsimiz tabiiylikni qo'g'dash, hayotlikqa mas'ul bo'lishdan iborat bu vijdonan mas'uliyatni unutib qolgandek qiladi. Yer shari illab ketdi deb hasrat chekkanda, balkim nurg'unlarimiz osmondagi quyoshni tiladi. Chunki bizning nazarimizda u sababkor edi. Bilishimiz kerakki, tabiat gap qilmaydi. Ammo u yana bir xil usulda ovozsiz e'tiroz bildirdi. Bulg'angan suvlar, buzilgan atmosfera, cho'llashgan o'rmonliqlar, saxta yemakliklar, saxta dorilar, talbilashgan shaxsiy manfaat va o'z manfaatini chiqish qilgan buzg'unchilik, buzilgan inson axloqi. Ajaba bular insoniyatning manfaatiga ziyon yetkazmadi. Bu balkim bizning ma'lum bir ishni to'g'ri qilmayotganligimizning isboti bo'lishi mumkin.
to'g'ri qilmagan ekanmiz, darhaqiqat badal to'lashimiz haq bo'ladi. Ammo hech kimning bundoq badalni to'lagisi yo'q albatta. Balkim o'tib ketish oldidagi 2020-yili bizga bir qitimliq dars o'tmoqchi bo'lgandir. Nemani qilish, nemani qilmaslik haqida. Yoki imtihon olmoqchi bo'lganda hayotlikning oddiy va murakkab savollariga qanday javob yozish kerakligi haqida. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz uchun bir sinoq bo'lgan bu yil o'tib ketish oldida turmoqda. Xayr, xo'sh, go'zal hikoyalarga, shundaqla ochiq aslimlarga to'lgan 2020-yil. Biz rostilla bu bir yilda nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Biz kelmoqchi bolivatgan 2021-yilning tinch va go'zal bo'lishini tilaymiz.